Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulihi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aval Rabbimizge hamdü sana etimiz, andın Peygamberimizge durut salam yollagandan keyin dersimizni başlap ketili. Bugünkü dersimizin temisi ameliyatda hazır barliq ata-onaning beshini qotirayotgan bir masala bor. Ammo bu masalani bir qatimda so'zlab tugatish tez. Shundadimi? Azroqdan olsun so'zlab mangay deb bugungi darsimizning temasini shunday bekitdim. Ya'ni ekran va bolalarning ro'yi sog'lomligi. Ro'yi sog'lomligi, ya'ni psixik sog'lomligi bilan bolalarning telefon, iPad, kompyuter qatorliqlar bilan birga bo'lish vaqtining qanday munosabati bor. Çünkü hem de hazır hemimiz özümüzden bala vaktimizni eslasak, meyli ayollar, meyli erler. Küçük vaktimizde özümüz oynayalaydigan ming türlük oyun, tapamasak oyuncuk yasab, oyun icat kılıp oynaydigan bir adetlerimiz var. Bu mesele okşaş, chet elliklimu hazır muşu dertini bize okşaş tatil ki. Şu bu temada nurgun tadqiqotlarni yapıp beripti. Zadi balalarning ekran bilan uzun muddat mashg'ul bo'lishi, bu yerda qanday diqqatni taqilishi, uni xumoolab qilish, ko'ziga ziyonli bo'lishi o'xshash bir olam gaplarni demay turli. Zihnining turlari ko'p bo'lg'achqa. Faqat balalarning shu psixik sog'lomligi bilan qanday munosabati va qanday ta'sir ko'rsatadi degan shu bir taraf. Men bir maqola o'qidim bugun. Bu maqola ijtimoiy fanlarda bir xil tadqiqot usuli var. Meta analiz deb. Bu meta analiz degani ma'lum bir temada ilib berilgan tadqiqotning hozirga qadar ilib berilgan shu bir necha yuz parcha maqola asarni hammani o'qib, shuning ichidagi o'rtoqlikni bir yerga yig'ib, andan xulosa chiqarib yozilgan bir xil maqola. Ya'ni u o'z ichiga olgan mazmun nuqul bir qatimliq yoki ikki qatimliq tadqiqotning natijasi olmasdan shu sohada yozilgan bir 5-600 parcha maqolani o'qib, Aşınıldaki ortaklıklar, farklarını xulaselep yazılgan bir tadqiqot usuli. Şunlaşqa ben şu maqalani xulasi bir karakterlik noktadan okup çıktım. Onun da iki sual soralgan. Birisi ekran işletiş, balalarning ekran bilan meşgul oluşu, balalarda hakikaten psixik mesele. Yani hissiyatga münasebetlik mesele keltirib chiqaramda, chiqarmamda. İkincisi Endi bu psixik meseleler eğer keltirib chiqarsa, balalarni texmi ko'p ekran qo'llanishga elib boramdi, bormamdi. Yani bu savol birisi zish munosabat. Birisi ko'p ekran bilan mashg'ul bo'lish balalarda bir ruhiy binormallik paydo qilamdi. Agar paydo qilsa, bu balalardagi ruhiy binormallik yoki psixik masalalar ularni ekranga texmi chaplab o'tamdi. Yani ekranga texmi yaqin qilib o'tamdi degan savol. Mushu ikki savolga javob izlagan. Yani bu maqola 117 parcha maqolani xulosalab 200 mingdan ortiq bola haqidagi tadqiqot bu. 200 mingdan ortiq bolalarni tekshirib, ko'rib qilgandan keyingi bir tadqiqot. Balalarning yaşı 5 yaşdan 10 yaşgacha bo'lgan bolalar bir necha yil davomida har qaysi tadqiqotchilarning jami 117 parcha tadqiqotini o'qib chiqqan xulosalagan va 292 ming, ya'ni 300 mingga yaqin bola haqidagi xulosa. Bu hissiyat masalasini bu cho'ng jihatni ikkiga ayirib tekshiribdi. Birisi sirtqi ifodalanadigan ish harakatlar. Masalan, bu qanday desa bolalardagi köp hareket qilish. Köp hareket qilish. Davomli qimildab o'ltiranmaslik. Anadan keyin favqulodda diqqat chechilang'uligi. Anadan keyin intayin ig'ir darajadagi quloq kestirlik, Uyg'urcha yerlik desak, ya'ni qoidaga bo'ysunmaslik. Chunki u balalarning ruhiy dunyosidagi ma'lum bir psixik masalaning tashqi dunyoga tepishi, ifodalanishi. Qarmoqqa ish harakat bo'lgan bilan zaten psikologiyaning tadqiq qiladigan narsasi dal ish harakatni ip chiqib turib,
İnsanların ruhi dünyasını analiz qilish. İkincisi, endi ichki hissiyat meseleleri. Bu nima desa, masalan, balalardaki ziyade tashvishlanish, o'ziga bo'lgan ishonchning kamchil bo'lishi, tushkunlik yoki tushkunlikka yaqin bo'lish deganga o'xshash masalalar. Tadqiqotning asosiy natijalari bir qancha jihatda xulosalangan. Biz faraz qila olganimizga o'xshash, ekronni ko'p ishlatgan bolalarning kelgusida psixik masalalarga giribtor bo'lish ehtimolligi intayin yuqori. Bulupmu ekran bilan apilishning ichidagi shu o'yinni jiq o'ynash bolalarning shu his tuyg'u dunyosida texmi vayron qilishda alohida kuchli o'rinda deb shunda degan. Andan keyin jins farqi jihatda umumiy jihatdan qizlar ekran ishlatsa salbiy ta'sirga uchrash nisbati o'g'illarnikidan kuchli. O'g'illarnikidan kuchli. Ammo yoshning yo'g'inishiga ergishib, yani 6 yaşın 10 yaşgacha bo'lgan aralıqda bu ta'sir o'g'il bolalarda texmi kuchli bo'ldi. Endi ikkinchi savoli, yani bunga ziyonliqmi deganga umumiy bergan javob bu shu. Yana ziyonliq. İşletmagan bolalarga qaraganda ko'p shug'ullangan bolalarda psixik masalalarning paydo bo'lish ehtimolligi nihoyat yuqori. Nihoyat yuqori. Endi ikkinchi savol nima desa, bayon so'zlab o'tib ketdim. Endi bolalarda bu masala paydo bo'lgandan keyin ular texmi ekronga amroq bo'lib qolamdi. Yani bolalardagi shu masala aksicha bolalarga texmi qistamdi demakchi ekronga. Uning javobi ha. Chunki bolalar ekronni yine tasalli tepish yoki o'zining real turmushidan qichish vositasi sifatida ishlatadi. Masalan, o'rganish qilish nihoyat qiyin. Anadaki ijtimoiy jihatda boshqalar bilan chiqisholmag'achqa yoki tas chiqishg'achqa yoki ijtimoiy munosabatda masala bo'lganlik uchun ekran bilan hafilasi ekran bilan unda bir masala yuz bermaydi endi. Shuning bilan o'zi turmushida uchragan qiyin masalalarga yuzlanib, uni hal qiladigan irodaga qaraganda o masalalardan qochishning bir vositasi sifatida darhol ekronga murojaat qildi. Ekronga murojaat qildi. Ya'ni bu nima degan gap? Ekran bolalarda psixik masalani paydo qiladi va kuchaytiradi. Aksicha bu psixik masalalar bolalarni ekronga tegib xumo qilib o'tadi. Bu yerda bir xil yomon sifatli bir aylanish maydoniga keldi. Ya'ni xumo bo'lgan siri psixik masalasi og'irlaydi. Psixik masalasi og'irlagan siri ekronga chaplashib oldi. Bunu biz menimcha uyimizdagi bolalardan ko'ralaymiz deb o'ylayman. Mesela telefonga bir qadar ko'ngan bolani shanba-yakshanba kunlikda sizlar ekrandan to'liq ajratib olsanglar, uyda liq o'yin tomosha bo'lsinmi? Yani o'ynayotgan nurg'un narsa bo'lsinmi? Bolalarning nihoyat titildayotganligini, nihoyat tez zerikayotganligini, shu ekronga erishmaguncha hatto atrofida adashlar tursinmi, ular o'ynash emas, davomli hissiyotda shu ekrandagi narsa bilan bo'lganligini ko'raysizlar. Endi bu masala haqida bir tadqiqot qilib bo'lgan bir psixolog ayol var ki, Jennifer Cohen deb. Shuning bir qancha tavsiyasi var ki, endi qanday qilamiz deb so'raymiz-ku endi. Endi shu yerda shuni bir ta'kidlab o'tish lozim. Ekran xumorligi degan bu gapni biz deyishayotgan nihoyat uzun buloqliq amaliyotda. Nurg'un ota-onalar amaliyotda buning bolalarga ko'rsatayotgan yomon ta'sirini nihoyat ro'shan his qilsa-mu, ammo shaxsan mening kuzatishimcha, yana nurg'un oilalar, nurg'un dadalar, nurg'un onalar bu masalaga ko'zini yumuqliq, salqaroqlik emas. Salqaroqlik desak yengil bo'lib qoldi. Bilib turib ko'zini yumuqliq. Bir chaqda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Nametcan degan muallim, Konya'dan ketganlar, men tunaysizlar. Bir yil İstanbul'da bir o'quvchilar kampida bir ekran to'g'riliq so'zlagan chaqda, eng dastlabki so'zini shunda boshladi. O so'zni ta'sir qilgan shu vaqtda. Siz bolangizga masalan 6-7 yoshga kirsa, chekadigan tamaki beramiz. Masalan, bolam chekib boqaman tamaki obdan narsa demsiz. Yo'q. Yoki qima o'ynashni o'rgatib qo'yamsiz. Qima ko'ngillik, uttirish va qima o'ynamsa demsiz. Yo'q. Albatta haroq iching demaysiz endi. Ama shu chaqda bu eng az 5 yil burungi gap endi. Nametcan uning ustiga salomatlik bilimlari bo'yicha mutaxassis do'stimiz shu vaqtda shunday degandi. Bolalarning ekran xumori bo'lib qolishi, bolalarga telefonni berish, telefonni tutqizib qo'yish,
Muşunaqa meylide vaqt ötkizish, tamaki biriktinmi, zihni onun neçesi eğer. Deb shunday degan. Shunday degan. Hozir endi birdan balamizdan g'alvasidan kechish uchun bana biraz bir aramlık olsun, biraz boş vaktim olsun deyiş için hazır ata-Allah bunu tallaqliq. Bunu biladi. Bunu beğendiğin keyin ben bunu ta'kidlaydim. Mağacık uçuraydigan sualning birisi balam ekranga amroq ulab qoldi. Qanday qilaman? Telefonni elib olsam o'zini yerga tashlab yig'laydi. Tamg'i uskuni qiladi. Shuni amalsiz beraman deydi. Endi ata-Allah emmanglayt aqlliq. Bir odam bir narsaga xumoqlab qilish uchun eng az nima lozim? Vaqt lozim. Bir ishni uzun muddat takrorlagan vaqtda anadagi xumoq oldu. Bir qitim uyan o'ynash bilan, ikki qitim uyan o'ynash bilan bir odam bir o'yinga xumoq bo'lib qolmaydi. Shundan shug'ullangan vaqtini ko'p bo'lash lozim. Ya'ni ota-ona yerda boladagi masala rasmiy oldiga kelib usgan vaqtda. Şu uzun vaqt ichida xumoq bo'lib, balaning ko'zlari qizirib qolgan chaqda, ko'z doktoriga borgan vaqtda, ya'ni respir yorg'ayinib, qonigan vaqtda anadan keyin qanda tangsam bo'ladi degan bir masala. Bu yerda aniqla ota-onadagi favqulodda parvosizlik, mas'uliyatsizlik mavjud buning ichida. Agar uni faqat bilinmasa, bir ota-ona o'zining ekranga amroqligining o'zining hayotiga ko'rsatgan ta'sirini shunda ko'zni yumib bir dangslab baqsa, o'ylab baqsa ham yaxshi bilalaydi. Biz cho'nglar qanchalik ishlatyapmiz? Biz cho'nglarlikqa buning jalb qilish kuchi oldida biz amalsiz qilayotgan bir chaqda. Kichik bolalar qanchalik iroda kuchi va uni taqobil tura oladigan. Yani bu shuni o'ylagan vaqtda asli bu bizdagi parvosizlik va mas'uliyatsizlikning qabul qilolmaydigan darajada ig'ir ekanligini e'tirof qilishimiz lozim. Menimcha masalani hal qilishning eng dastlabki yiltizi eng avval birisi mushu ishning bolalarga aytgan ziynni tunib yetish bilan birga ota-onadagi eng avval o'zidagi shu odatni tashlash yoki bolasi yo'q yerda jiqroq ko'rash albatta zarur hamda butunlay ko'mang deyish bugungi kunda uyg'un emas. Ama balası bağ vakitte, öyde billi boğa vakitte ekran bilen hepleşidigan vakitini azaytışı bunundaki en mühim bir yol. Yani qanday qilamiz degan savolga birinchi nuqtada shuna javob beramiz. Bu haliqi bayan men tilag'an Jennifer Cohen degan psixolog ayolning xulosalagan 5 xil usuli bor. Bu qaysi desa ballani mag'lub bo'lishga ruxsat qiling deb. Yani mağlup buluş ruxsat qiling degani uyan o'ynasima bir işte mağlup bo'lib baqsin. Yani yengilib baqsin. Yengilganning ta'mini tetib baqsin. Anadaki yengishga intilib baqsin. Yani ekrandagi uyan o'ynagan vaqtdagi mavhum dunyodagi yengilishdan iborat aql kechirmishni real hayotida yashashga fursat bering. Uning ta'minini tetib baqsin. Aslida real hayotdagi o'yinning ve bu oyunda yenip yenilişinin tekrar huzurlu ekanligini vallahi his qilsin. Çünkü ballani bu ayolning tushuntirishicha, menimcha meni ayt aql qo'ygan. Balla yenilgan vaqtda eng avval ro'yi tushidi. Ochiq keldi, ich pushidi. Masalan, bir yerda bolalarning futbol o'ynasa, azroq keyinda qolsa darhol yig'lashga boshlaydigan bolalar bor endi, o'zi tutolmay. Ya'ni yengilib qilishni hech kim xohlamaydi. Ammo bu ballada xab emdi yengmisem deydigan iradenin paydo qildi. Çünkü insanın normal hayatı çoğun olgandan keyin san-sanoqsiz uturuş, yengilish, g'alaba qilish mag'lubiyati bilan to'shqan. Hiçbir zaman hiçbir insan bütün qilgan ishida o'ngishliq, g'alabalik olmaydi. Fakat insan shu bolalik vaqtida shu o'yindagi bo'lsa mag'lubiyatini ta'min etish va bu azobdan qanday qutulish ve qanday muomala qilishni o'rganganda eng dastlabki praktiki maydoni shu bo'lgan vaqtda krizisdan asliga kela oladigan, mag'lubiyatdan o'rnidan tura oladigan bir ruhiy holatni barpo qila oladi. Bu ruhiy holat bolalarda ekronga xumoq bo'lib qolgan vaqtda uningdan qutulishda nihoyatda kuchli ma'naviy kuch ta'minlaydi. Yani ikinci mühim vazife debdi.
İkinci mühim vazife, mühim iş. Bunu ayrım timi sözleş lazım. Ballağa öy işi kıldır. Ballağa öy işi kıldır. Vallahi öy işi kılsın. Hem mesela üzüge layık öy işi kılışka adetlendirin. Ve de bu neyim için ikram bilen münasebet var seni Allah'ın başka iş kılış arkalık devamlılık ikram bulduğun bilen ne yapılışıdığın vaktini azaytın demek için. Harvard Üniversitesi'nin bir tetkikatı var. Şu öy işinin ballağı göğüstüğün tesir hakkında. Yani 75 yıllık bir tetkikat gen bu. Bunun da küçük vaxtda öy işi kılıp adetlengen ballağının çoğun oğandan keyin kim de iş hayatı da tekimi muvaffakiyet kazanış ihtimallığı nispetinin yukarı bulduğanlığı oturup koyulgan. Biz bazıda bunda bir ziddiyetçilik hep kılışımız mümkün. Bir taraftan ballarımızda ügünüş aldıraç. Bütünlay vaxtının şu ügünüşü bäsi iken. Ama yine bir taraftan hem üzümümüz ve ballarımızın az da hehvedici ihtiyacımız var. İşimiz yok. Hem ballarımız yok. Yeni bir cihetten balımız azra işi güvensin deyimiz. Bunun hemmesi doğru. Ben bir yerde demek ki onun bütünlay işlerini azat kılıp tuluq ügünüşkisini demek emez. Mesela imtihan bir daha məlum bir yili yoki vaqtida bir mahal ügünüş bilen bulaştı men açacak mesele yok. Ama normal vaqtida ügünüş bilen öy işini muvaffaq birleştiriş, bir balada bir anısı dadısıga yardımlaşış, işini yaxşı kılanmagan vaqtdaki es tuyğu, yaxşı kılgan çağdaki takdir, qatarlıq ma keçirmişlimi ularning odam bo'lişi uchun naydı. Çünkü bir iş kılış deganlik bunda oylab baksak, mesela bir öyni tazalaş, tigi tekdeden aytganda deyli, bir dukan içki okşaş, hatta bir şirket kuruşka okşaş, ahirki hesapta bir iş olmak. Ahirki hesapta bir iş. Hem mesela umumi cihetten bir adamdan talep kıldığın iktidar ve psikik sapası asasen okşaş. Mesela öğüt hazırlaşta estağfurullah lazım mı mesela? Lazım. Mesela kulluğun uçuda süpürüp koysa, bana olsa ehlettiği tuluk pakizlanmaptı. Pakizlik degen bunda kulluğun uçuda olmaydı üyütümüz. En akalisi estağfurullah lazım. Öğüne tazlaşır pilallaş gerek mi mesela? Pilallaş gerek. Mesela değil. Öğünü süpürün desek süpürgeni elip öğünün busoğusudan içigi qarab süpüremdi yoki içidan busoğu taraf süpüremdi. Yani aval qandar retlise anadagin texmi yaxshi oldu. Bo'lmasa aval ingir bir süpürüp, ayadagini mayaga bir süpürüp, bir qalaymaqqanchilik yuz berishi mumkin bir kichik valga nisbatan. Mesela ashuni qilib baqqan chaqda bir ishni uzunroq qilib qutlanmagan vaqtida, qanday qilsam bu ishni unumli qila olayman deb o'ylaydi bir bola. Qarmoqqa bu derhal bir natija sifatida ko'zimizga tashlanmagani bilan shu bola qilish davomida avtomatik holda o'ylanadi bu. Mesela qaç yurish deyli. Mesela özünün ceyni yığıştırış deyli. Özünün oyunu pakiz tutuş deyli. Bu işlerin hemmesi bir balağa, bir işini oylanish, pilallash, joyida qilish, joyida qilgan qilmaganligi mesela ata-onasining bahosiga uchraydi. Ya obdan qilinmabsi deymiz, ya obdan qilsa deymiz, ya bunday qilsang bo'ladi deymiz. O'ziga ikkinchi qadamda bola bundan keyin qanday qilish haqida o'ylana oladi. Yana bir ügünüş burstiga ega bo'la oladi. Demek çoğu oğandan keyin ameliyatı işlerin tertibi şu. Bayam degandek. Mesela şirket kursuma, bir ticaret kılsıma pilallamamda pilallaydı. Estahil buluş gerek mi emez mi? Estahil buluş gerek. O bir işini kılgandan ki onun başlıkları obdan kıtsı kımapsı dendi dememde deydi. Hatta başlıkları ata-onasına kattığı deydi. Hatta işten buştuvetişim mümkün. Demek balalıktaki a geçirmiş, balalarını çoğu boğandaki hayatka ameliyatta teyyalaydı. Ve bu ballarını hazır biz ensiravatkan ikramdan bir kadar yiraklaştırdı. Üçüncüsü, ballarını hem de məxsus mesele el kılışka rıgbetlendirin. Mesele el kılışka ügütün. Yani bala bir mesele yılıqqa vaxtda bayanqı misallığa okşaş. Mesela bir işi kılanmadı. İstediği yardımlaşmakçı olap. Mesela ki say qo'rg'ash duray dedi desek, mesela 12-13 yoshga kirgan bir qiz tamoq etkash duray dedi. Ana qanday qilma yog'ni quydim, qizigandan keyin piyozni salamdim yoki go'shtnimi deb so'g'a vaqtda darhol javob berishni o'rniga bolalarni o'zligidan bir o'ylanishga, hal qilish chorasi tepishga yetaklang dedi. Albatta bu xil ishlarda dastlabda bolalarga deb beramiz endi. Ammo ikkinchi, uchinchi qatimlarda aldığın kıtım degandim balam eslep bakma deymiz. Yani ondan başka bir iş yüz berdi.
Mesela mektepdeki bir dostu bilen benim bir mesele hakkında tanışıp kalıp yoki jidallashib qilib uyga ko'ngli yerim keldi. Adiki bunu bizga dedi. Dert döktü yani. Manda bo'ldi deb. Shu vaqtda ota-onalar unga hal qilish chorasini ko'rsatib bermasdan, masalan, manda qilgan bo'lsa, siz qanday imtiyoz qaytardingiz? Agar siz hozir degandek mush usulni qo'llansangiz, qanday bir natija yuz berishi mumkin? Sizning do'stingiz qanday o'ylashi mumkin? Deganga o'xshash savollar bilan bir dialog qurib, bolalarning shu masalani qadamma-qadam o'ylanishi, to'g'ri o'ylanishi va bir chora tepishiga yordamlashing. Yana bolalarda bir masalani hal qilishni o'rgating. To'rtinchi muhim narsa, biz arada ota-onalar jiqdidik. Shu baldurroq bolalarni jismoniy jihatda tan tarbiyaga chiniqishga odatlantiradi. Chunki chiniqish mayli o'g'illarga nisbatan, mayli qizlarga nisbatan bolalarda nuqul jismoniy jihatdan kuchaytmaydi. Bolalarning psixik sog'lomligini, bo'lib o'ziga bo'lgan ishonchisini yuqori ko'tarishda bu vaqt tadqiqotlardan o'tgan bir natijasi bor. Şu chiniqish mesela boks qaltısını mushlasa, bola yerga qirsa, yugursa, top o'ynasa, nuqul balam top o'ynab ketdi emas. Shu ishlar amaliyotda bolada o'ziga bo'lgan ishonchni paydo qila oladi. Mesela tunigun bir topni toza qamlashtirib tepamagan bir bola, haftadan keyin topni chiroyli tepsa, muallimi uningga noyat yaxshi qilding deb maqtasa, albatta bu o bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini yuqori ko'tara oladi. Anadaki bu cheniqish bolalarga sabrchanlik, chidamchanlik, intizom qatorliq narsalarni o'rgatadi. İntizom kuchi ojiz bolalar ekrandan oldida ojiz bo'ldi. Beshinchisi, o ayol bekrak diqqatni tortsin deb ism qo'yapti. Bolalarning zerikishiga yo'l qo'ying deb. Yana bolalar zerikib qolsin mayli. Mesela hozir bizning bolalarimizni diqqat qilsanglar, balki hammamizning bolalarga o'rtaq bo'lishi mumkin. İntayin asan zerikidem. Nahayet siz çok sıkıldım ya deydi. Yani bütün öyde dosturma vakti mi deydi. Mesela bunu biz özümüzün küçük vakti kaytırıp oylap bakıla. Mesela ben tasarruf kılamayım, ben ecep zerikip kettim ha diyen vakitlerim hayatımda az olgan buluşum mümkün. O biz zerikidi karşıdan yokluğun demez. Bizden balık vaktimizde biz zeriksek derhal o zerikken vakti nimiş kılışını oylap tapalayımız. Hazır vallahi bayam degenimdek. O zirikse derhal ekran isikke geçke. O ekrandan başka neresi arkalık zirikişini hal kıla alaydıqanlıqını bilmeydi. Mesela hazır men öyde pat ballığı dep kıyma. Mesela hemmemizin balları bazı vakti bir öyge yığılsa hemen acı bizden oydulan bulmaydı. Hemen onlar uydu buldu. Vay men dostumla uygu var mı dep şunca dostunu sığınıp ketken balla öyle kirgendikin hemmesi töt bujekti birden telefon tutup telefon oynaydı. Özel birisi oynamaydı. Birisi paralaşmaydı. Pes küçüp oynap çıkınlar desek mi fakat razıçılık yok. Haydi oyun qoğluğan diye düşüp oynap çıkı demdi. Ya birden dikin yugurip çıktı oynap bulduk. Bu neviden direkt bir atıdı. Bu ameliyatta uyan tapanmazlık meselesi. Vallahi icadi tefekkürün ama boğuluğa kallıqının. Yigilağat kallıqının alameti. Mesela biz küçük vaktimizde yezdi vakitte ki dükkanlarda ne yasalgan zavatın yasalgan tapançı yok çağlı hem de. Ya ki bozumu biz pulga alamaydığı vakitte biz akıllarımız etraftakilerin nahayet her xil narsadan paydalanıp tapançı, kural, miltiq yasayalaydıgan hünür vardı. Hem öyle derhal bunu kılalaydı. Şu zirikkilik uyan deyiştiki maksat. Balana zirikkiye vakti derhal ona emek olsun deyip ekranını, telefonunu tutkuzmay. Öyle elbette muhabbet oyuncukları olsun. Kitapları olsun. Zirikken çağda ziriktiğimizde biz neydi? Rahimsizlik ile taşlap kuyap bakalım. Mesela gün iş kıl demeyli. Menimce kanday ahval yüz verişi mümkün. Bu vakitte insan amalsız vakti çare izleyemez mi? Telefon erişenmeyendikin ama zirikçinin mi kurtuluşu lazım? Onunla azra üzü bir iş tapıdı. Oynaydıgan bir iş tapıdı. Ki o oynaydıgan işten bir huzur, lezzet istiqa vakitte asli bunda mı oynalı oldu iken o diyen çağda o çağda ekrandan bir kadem yıraklış ihtimali yok. Yani onun başka ama ekrandan hazırki mesela yeni bazı tədqiqatını oquşqa ülgürənməyə qaldım ya. Aldıraşılap qaldım.
Hozir mesela mening shaxsiy tajribamcha ikkinchi bir narsa ko'rsam, ben uning ilmiy asosi bormi yo'qmi deb izlab baksam unda tadqiqot topolmadim. Shu uning so'zlashni to'g'ri topmadim bir. Hozir hamma YouTube'ni ko'rsa, YouTube'da qisqa filmlar var, shortsda. 1 minut 2 minut etrafida. Hozir qarab baktım, bunun intayin ko'p odam xuma. Çünkü insanın mingisi her daim yenilik isteydi. Yenilik isteydi. Yani bir narsani daha ko'rib shart almashtirib, yana birisini yetkelgan chog'da taqilib zihnimiz derhal yig'iladi. Yani azroq ko'rib ay deymiz, yana birini ochamiz, yana nima uchun o'xshash bir narsani. Hatto noyati mazmuni isil bir narsani, hatto ko'ngillik bir narsani hozir 10-15 minut ko'rolmaydigan bo'lib qolish ma'lum bir insonning mingisi uchun bu kichik zarba emas. Buning ma'nosi nima? Ma'lum bir ishga diqqat qilmayapsiz. Diqqatingizni yig'mayapsiz. İkincisi bir makalada ko'rdim. Shuni o'ylab turgandim, ajoyib udul kipti uning gibi. Bundan keyinki en az tepiladigan boyliqlarning biri, en qimmatli boyliqlarning biri diqqat kuchi debdi bir insondagi. Chunki biz faqat va faqat diqqatimizni ma'lum bir ishga yig'ib, yarım saat, 1 saat, 2 saat hatta o'zimizni unutib ketib shu ishni qila olgan vaqtimizda anandan keyin shu ishni g'alaba qila olamiz. Bir inson hiçbir zaman qilayotgan ishiga butun diqqati bilan markazlashmay turib bir ishni qila olmaydi, vujudga chiqmaydi. Bu insonlar tarixida o'tirib qo'yilgan nurg'un ijodiy asarlar olsun, mayli diniy asarlar, mayli ijtimoiy fan asarlari olsun, davr bo'lgich asarlar yoki tabiiy fan ijodiyatlari olsun. Shularning hammasi aşık qilg'uvchilar etrafni to'liq unutib ketib shu ishning ichiga cho'kaylagan vaqtda vujudga chiqqan narsalar. Demek hazır biz diqqatimizni yig'olmayotgan bir chog'da agar bolalarimiz mesela hazır qaysi bir balani muallimi mesela Türkçesek dikkati çok dağınık demekdir. Qaysi oğlanın balası mesela muallimiyle paranlaşıp bakınlar. Balam qandaroq desanglar 90% diqqatini yig'olmaydi. Dedi o kadar umumlaşıyorlar ki bu diqqatini yig'ish degan masala. Mesela burun, mesela ben şahsen bir kitabını açsam o da 2 saat, 3 saat kitap okuyalaydım. 4 saat hatta. Hazır ben 40 minut 50 minuttan keyin ben daha bir qarayotmasam bo'lmaydigan bo'lib qo'yliq endi. Yani men de bunda bo'lgan yerda boshqalarniki qanday bo'lgandi deyman ba'zi chog'da. Shunga halaqi bu bizning bir işte muvaffaqiyat qozonishimizning asosi. Şunlaşqa xulosalangan vaqtda analar. Birincisi en avval o'zimiz balalarning huzurida telefonga az qaraymiz, o'zimiz diqqat qilamiz. Birincisi. Yani ikincisi balalarning mag'lub bo'lishiga ruxsat qilish. Unda bir fursat sharoit yaratib berish. Buningda bekroq halaqi ayol shuni ta'kidlabdi. Nima desa, bunda kollektiv o'yinlarni o'ynash. Ya'ni kollektiv o'yinlar balalarning psixik sapasini yetildirishda, ekrandan uzoqlashtirishda yolg'iz o'ynagan o'yinga qaraganda texnik unumli debdi. İkincisi ularni uy ishi qildirish. Albatta uy ishi qildirish deganda bayon degandek, uning miqdori, ishning murakkablik darajasini balalarning yeshi imkoniyati ichidagi, yani ularning iqtidori va qurbi doirasi ichida qilish. Ve balalar ish qilgan chog'da ishining natijasiga nisbatan cho'ng odamga qo'yadigan talabni qo'yib solmaslik. Bunga diqqat qilish lozim. Bu eng cho'ng xatoliklarimizdan birisi. Çünkü mesela ben tulum misal qilaman qochib yurish masalasini. Çünkü başka narsa pokiz tozlanmasa mı, qochib pokiz tozlanmasa bo'lmaydi hamda. Mesela balalarimiz uyini pokiz süpürmese hech qisi yo'q deyolamiz. Ama qochilib pokiz yumasa, buni tamoq yeb yigilamda deymiz. Ama 10 yoshlik, 12 yoshlik bolalar bizga o'xshash unumli, bizga o'xshash pokiz qilinmaydiganligidan iborat bu haqiqatni unutib qolsak bolalarga uval qilgan bo'lamiz. Yani muhim masala balamızdan bizning yerimizda shu ishni qilishi. Çünkü ben nima uchun ota-onalarning bahosi muhim deyman desanglar, aşı ishni davomli qilish qilmasligini bizning bahoyimiz belgilaydi. Agar bir qancha qatim izoh etsa, dashnamisa, asta-asta ashxonadan qochadi, uy ishidan qochadi. Shunlar sen yordamlashayotgan bo'lib qolding deb, ikkinchi
meydan izahını anlaşıqı başlaydı. Əməliyyatda əslində bunu özümüz keltirib çıxırıq. Üçüncüsü, balalarga məsələ hal qilish o'rgatish yoki məsələ hal qilishga rag'batlantirish. Ya'ni bala masalaga uchragan vaqtda darhol tayyor javob bermasdan shu masalani hal qilishning usulini o'rgatishga tirishish. Masalan, oldingi haftadagi darsimiz esingizda bo'lsa, o'sha hadisni so'zladim. Hadis esingizda bormi? O'sha hadisda Payg'ambarimiz balaga amaliyotni nima o'rgatdi? O'zi duch kelgan bir masalani qanday o'ylanishni va qanday hal qilishni o'rgatdi amaliyotda. Ashunda bir xiyol kelib qolgan chog'da, shu xiyolga qanday taqobil turishni, shu shaytonning vasvasasini qanday tafakkur yo'li bilan yengishni o'rgatdi. To'rtinchisi, balalarni jismoniy harakatga baldurroq yetaklash. Hozir bunday qarab baqsanglar, shu 1-2 yoshlik balalarnikidan boshlab hamma yoshga mos kelgan mana sistemalik tan harakatlar bor. Uyda qila oladigan, ota-onasi bilan birga qila oladigan. Mesela biz ta'tilda futbol kursi qildik, hozir qilyapmiz. Andan keyin boks kursi yoki kickboks degan qilgan bo'lsakmi, mesela nurg'un onalar, nurg'un ota-onalar o'g'illarini, bolalarni avatmadi. Aslida buni qizlig'imi qilganmadi, ammo uning sharoitimiz bo'lmay qoldi. O'g'illarini avatmadi. Endi u yerda azroq 2-3 mushni ortiq yeb qolamdi deb o'yladimi yoki uyon tursa deb o'ylab qoldimi bilmadim. Ammo u faqat nuqul mushti ishlam emas. Qayta shuni ta'kidlay. O balalarning ruhiy dunyosi bilan bevosita munosabatli narsa. Anadaki 5-inchisi, balalarning bir zerikishiga fursat yaratib berish. Buni qanday qilamiz? Balalarni o'yindan to'liq cheklamaymiz albatta. Balalar o'ynasin. Ammo ekrandan boshqa bir o'yin bor ekanligini, balalarning yashiga loyiq o'yinchiqlarni uyda ta'minlaydi. Balalarning o'ynaydigan yeri bo'lsin, ishi bo'lsin. Şuna olan ekran bo'lmasa o'yinlar bo'lganligini o'rgansin. Endi kallamizga bir narsa kelishi mumkin, oxiri shuni ta'kidlab qo'ying. Bunda qanday vaqtdan boshlab ekran qo'llansa bo'ladi degan savol tug'ildi ekan. O'tganda Ömer Miraçhoja deb bir muallim bor. Professor hamda psixologiya kasbida bo'libmi? Yoshlar masalasi haqida. Shu odamning deyishicha, bala to'liq o'tirg'i chiqquncha qat'iy telefon bermaslik deganni dedi. Mesela bizmi oilada shuni qilib beqilganda, to'liq o'tirg'i chiqquncha telefon bermaylik. U oraliqdagi tatib olib uni o'ynayapsizmi, ammo telefon bermaylik. Endi buningga atrofdagilar butunlay amal qilmag'achqa. Atrofdagilar deganimiz, masalan, maktabdagi bolalarning telefoni bor. Sinfda telefon bor. Unda o'g'andan keyin u nohaqchilik his qildi. Ama onda qildigan deb, uni mag'lub bo'lmaslik lozim. Ya'ni biz birdan oila ayrim, bizning prinsipimiz, qoidamiz ayrim deb buni biroz rayimsizlik qilish kerak. Andan keyin biz mahallada bir jamoat bo'lib sifatimiz bilan bo'lib biz masalada bütün mahalle aile karakterlik ölçemde birlik keltirishimiz lazım. Bu tekrar deyildi. Balalarimiz to'liq o'tirib chiqib bo'lguncha, haqancha balamiz yiroqda o'qisimi, yotoqlik maktabda o'qisimi, endi kurashib turli degan deymiz ya. Tasavvur qilib qo'yinglar, masalan biz balalik vaqtimizda oliy maktabga o'qilib ketgan chog'da ota-onamiz bilan bir ketgancha kurashmaydik. Xat yozsaqmi, 2 hafta, 3 hafta, bir oyda bir xat bo'lsa, noyat dumchib o'qib, hayajonlanib qildik. Telefonmi yo'qdi, kurashimiz meshim bo'lmaydi. Meshim bo'lmaydi. Şu bütün mahalle bo'yicha buni o'rtaq amal qilishimiz lozim. Nima desa, tabiiylar, telefon ishlatmaysa desak, u bola endi palon hajimkamning balasiga epiribdayna deydi. Bu epmaganligini biroz qiyin ahvolga qo'yib qo'ydi bu ish. Ya'ni o'lchamning birdaksizligi balalarga yaxshi uchirib bermaydi. Ana ikkinchisi, bayam ta'kidlab o'tganimdek, hammamizning uyga, biz hammamiz qarindoshlar, qo'lim qo'shnilar yashayapmiz. Doim berish-kirish qilib turamiz. Bolalarimiz chiq vaqtida bir uyga yig'ilib qolgan vaqtda mayli onalar, mayli dadalar ko'rsin, chuqum telefonni yig'ib olib, bu yerga tiqib etib, bala o'ynanglar deb uyon qo'yib qo'yadi. Mayli uyni biroz beshiga kiysin mayli. Boshqa uyon tashkillab qo'yadi. O'yinchiqlarimiz bo'lsin uyda. O'zaro gaplashsin. Bizde dümbülük altek de bu yollarımız veydeydi. Hiç kılmamagan jağda qilib qolgan yollar. Asta
Özara ijtimoiyligi, birisi-birisiga olan mehr-muhabbetimi küçüydü. Yani şu bugünkü dersimiz şu, yani balalarning psixik sog'lomligi, ekran ve qanday qilamiz degan tema. Dersimiz bir şey geçe. Sual bo'lsa, bir ikki sual alalım.